Shunaqangi laqqa baliq, g'oz, o'rdak va quyon yemoqchi bo'lganlar videodan uzoqlashmay, quyon go'shtini yeb, quyon bo'lib yuraverasiz. Bu joyda chini dimlama, qozon kabob, o'rdak, bug'ulama. Xullas bu joyda 60 dan ortiq taomlar. Bundan tashqari bu joyda 12 xildan ortiq baliq bor ekan. Men o'zimga siltama aytdim va bironta salat olib ketsam 11 xil salat olib ketdim. Qarang. Siz qaysi biridan yegan bo'lardingiz? Yana bu joyda hazma taomi uchun uzum, shotutut, har xil mevalar ham bor ekan, assortiment. Yana bu joyda damashniy xaladiz, Farg'ona shahar markazi rektoridan 4 kelar ekan. Va nonushta uchun asal, qaymoq hamma yo'q bor. Yana bu joyda 5 xil shashlik. Ko'ryapsizmi? O'rama shashlik, xolasiz qo'y kavkaz, xolasiz mol kavkaz, xolasiz viruska, xolasiz dandana. Yana bitta qulaylik joyi, o'tirgani, dam olgani sharoit zo'r. Xolasiz tashqarida so'rda o'tiring do'stlar bilan. Xolasiz xonaning ichida, xoling do'stlar bilan, xoling ayolingiz bilan, xoling dugonalaringiz bilan o'tiring. Manzil qayerda deydiganlar uchun Yazavondan Andijonga yurish yo'lida Sharxon, Andijondan Yazavonga yurish yo'lida Sharxon. Hammabob choyxonasi va oshxonasi. Bu videoga like bosib, baliqni, g'ozni, o'rdakni, quyonni yaxshi ko'radigan do'stlaring, dugonalaring bo'lsa jo'natib beringlar. Bemalol oilaviy do'stlar bilan, hamkasblar bilan, dugonalar bilan kelaveringlar.